Meni ismim Vahobova Xolida, 48 yoshdaman. Bu sohaga, gul biznesiga kirib kelganim 23 yoshimda boshlaganman. Bu sohaga kirib kelganimni sababi bizda oilaviy, bizda otamning kasblari gulchi bo'lgan, gul yetishtirib, u paytlarda O'zbekistonda chiroyli gullarni yetishtirib, Rossiya davlatlariga eksport qilingan. Rossiya davlatlariga olib borib, har xil gullarni sotilgan. Mana adam shunaqa ish bilan shug'ullanganlar. O'shalarni ko'rib, gullarning ichida uyda har xil sort, har xil davlatlarning gullarini O'zbekistonda yetishtirilardi. O'shalarni ko'rib, gul ichida gulga mehrim boshqacha bo'lib katta bo'lganmiz. 23 yoshda birinchi boshlagan kunim esla olaman, 8-mart kuni adamlarga yordam berish uchun borib, o'sha yerda yordam berayotganimda sekin chiroyli gullarni ko'rib maza qilganman. Shunaqa ham yana ham menga mehrim уже boshqacha bo'lib ketgan. Maza qilganman odamlarning ko'zidagi quvonchini ko'rib, gulayotgan ayollarning xursandchiligini ko'rib, ulardan ham ko'p men maza qilib xursand bo'lganman. O'shandan keyin o'zimga o'zim so'z berganman, shu ishni otamning kasbini davom ettiraman, shu ishni davom ettirib kuchaytirishga harakat qilganman. Assalomu alaykum hammaga, ismim Otabek. Bugun biz Flower Sus C1da joylashgan gul do'konidamiz. Bu do'kon 10 yildan beri faoliyat olib boradi. Insonlar uchun, klientlarimiz uchun tayyor buketli va donali gullarimizni taklif qilamiz. Bizda senaviy narx bo'yicha diapazon примерно 300 ming so'mdan va u yog'i ketaveradi. Hozirgi kunlarda eng trend bo'lgan gullardan piyorlar, gortenziyalar, log'lar va pianovidniy rozalarni do'konimizdan kelib topishingiz mumkin bo'ladi. Do'konimiz onlayn va offlayn tarzda ishlaydi. To'lov turlari naqd, perevod yoki terminal bilan to'lasangiz bo'ladi. Dastavka xizmati ham bor. Do'konimiz ikkita xonadan iborat. Bu ko'rib turgan joylar asosiy klientlar uchun tayyor gullar va shtuchniy hamda xonaki gullar joylashgan. Ikkinchi xonamiz bu asosiy sizlarning sovg'alarni, podarkalarni dekoratsiya qilish uchun, buketlar tanlagan gullardan buketlar yasab berish uchun ish jarayoni ketadigan xona. Shu hozircha shu. Sizlar bilan Hasanov Otabek tanishtirdim. Hammaga rahmat. Birinchi sotgan gulim o'sha bayram kuni Gollandiyadan yetishtirib kelingan sariq lola gulidan buket qilib, chiroyli qilib yasab berganman. O'zimga shunaqa yoqqan, o'zim maza qilganman. Birinchi sotgan buketim, gulim o'sha sariq lola bo'lgan. Bunaqa voqealar bizda bo'lib turadi. Ish bo'lgandan keyin hamma yoqda bo'ladi. Tushunmovchiliklar bittasini aytib beraman sizga. Bir kun bayram kuni, o'sha ayollar, xotin-qizlar 8-mart bayrami kuni klientimiz gul zakaz qilganlar. Dastavka qilish kerak bo'lgan soat 12 ga. 12 dan уже 15 minut o'tdi. Dastavka hali yetib bormagan. Bu tabiiyki bayram kuni oddiy kunga qaraganda juda ko'p miqdorda zakaz ko'p bo'ladi. Bu yerga kelib oluvchi klientlar ham bo'ladi, onlayn zakaz ham ko'p bo'ladi. Keyin klientimiz telefon qilib, to'polon qilyaptilar. Meni zakaz qilgan gulim hali yetib kelmadi. 12 ga zakaz qilganman, уже 10 minut o'tdi. Hali yetib kelmadi. Men уже kelyapman deb to'polon qilyaptilar. Endi telefonda shunaqa baqirib, sizlar aldagansizlar, pulimni olgansizlar, joyinglar qayerda, hozir boraman, u yoq bu yoq, endi shunaqa xafagarchilik gaplarni gapiryaptilar. Voy bo'ldi, bemalol gulingiz tayyor, hozir olib bermoqchi edik. Yo'q, men o'zim olib ketaman deyaptilar. Bo'ldi, keling dedik. Keldilar, shunaqa telefonning orqasida shunaqa muomala qilayotgan inson bu yerga kelib, shu do'konimizni ichidagi mijozlarni, tashqarida kutib turgan mijozlarni ko'pligini ko'rib, ayollarning ko'pligini ko'rib, o'zlari уже boshqacha bo'lib ketdilar. Kelib, uzr, bu yerda shunaqa sharoit bo'lishini, shuncha odam ko'p gul olishini bilmas ekanman. Men onamga gul olyapman deb xursand bo'lib, mendagi 5 millionga gul oladigan qatta ekan. Men 5 millionlik gulimni hali olib kelib bermading deb to'polon qilib o'tiribman.
noto'g'ri fikrlanma, uzr, sizlarga quvvat bersin, shuncha klientinglar bor ekan kutib turgan, sizlarga grubiy gapirib yubordim deb kelib uzr so'rab ketdilar. Yo'qotishlar ko'p bo'ladi. Bizda nimagaki bo'la tirik hujayra bo'lgani uchun ozgina yo'llarda ko'proq bizda hozir основной savdoda chet el gullari ko'p sotilayotgani uchun O'zbekistondan tashqari boshqa davlatlardan keladi, Gollandiyadan keladi, Xitoy davlatlaridan keladi, Izraeldan keladi, bir nechta davlatlardan gullar kirib keladi. Ular ko'proq samolyotda kelgani uchun davlatlarga o'tgan paytda o'sha issiq davlatlarda yo'lda qolsa, ozgina soat reyslar o'zgarganini hisobiga, yo'lda issiq davlatlarda qolganini hisobiga bu gul salqin, muzdek salqin joyi xohlaydi-da. Hamma gul shunaqa. O'sha paytda bizda chet eldan kelgan gullarda ko'proq yo'qotishlar ko'p bo'ladi. O'sha bizda ozgina yo'lda muammo hisobiga kelganda bizda o'sha u gul holati yaxshi bo'lmaydi. Shunda ko'p chet el gullarida yo'qotish ko'proq bo'ladi.